400 gram 20 faizli mis sülfat eritmesiga 20 gram temir plastinka tushirildi. Eritmada temir va mis ionlarining mol nisbati 2 ga 3 bo'lganda plastinka massasi necha gramga ortadi degan. Necha gram bo'ladi demadi, necha gramga ortadi dedi. Demak, farqni so'rab turibdi. Reaksiyani yozamiz. Mis 2 sülfat temir qo'shamiz. Keyin temir sülfat plus mis chiqadi. Endi 400 ni 20% bu 80 grammi bu? Demek 80 gram bor ekan bundan. Yani yarım mol bu, doğru mu? Teng 0,5 mol desek. Ana endi 20 gram temir plastinka tushirildi. Necha girishganini bilmaymiz aniqini. X'dan da faraz qilamiz. Endi qaranglar. X molda bir ketaveradi. Mana bu X kerak, mana busi kerak. Boshqa kerakmaydi. Chunki temir ionlarini temir sülfat beradi, mis ionlarini mis sülfat beradi. Mana bu temir, mana bu oddiy modda holida turgan mana bu mis, bular ion bermaydi. Tushundikmi? Uni tuzlari ionlar ajralganda hosil bo'ladi. Demak, qaranglar, qoldira qaranglar. Mana bu 0 edi dastlab, X bo'ldi. Mana bu yarım mol edi, ha? Yarımdan X olib tashlamaydi. Yarım minus X bo'ladi. Bizden mol nisbat berdi, tertibini göremiz. Temir 2 plusni, mis 2 plusdan nisbat edip berdi. Teng. Mana temir, mana mis. 2 ga 3 mi? Yechamiz shuni. Shu proporsiyani yechamiz. 3x teng 2 ni yarıma ko'paytirsak 1 bo'ladi. 1 minus 2x. Minus 2x teng mana bu tarafına plus o'tib 5x teng 1 bo'ladi. X teng 0,2 bo'ladi. Necha gramma farq qildi dedi, to'g'rimi? 56x edi. Mana bu 64x edi. Farq 8x edi. Tushundikmi? Massa delta m 8x edi. 8 ko'paytirilgan 0,2 1,6 xatolik bormi? 1,6 dan javob bormi? D.